Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'quvchilar salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Miftahal Arabiyya A1 o'qish va yozish 7-bo'lim 2-darsi, ya'ni eng oxirgi dars haqida gaplashamiz. Bu kitobimizning birinchi qismidagi eng so'nggi dars bo'ladi. Al-wahdatu as-sabi'a as-sifatu ash-shakhsiyya, ya'ni shaxsiy sifat. Muhtaviyatu dars, darsimiz o'z ichiga olgan al-qiro'a o'qish qismida Tabibul fuqaro, kambag'allarning tabibi. Al-qawaid, qoida qismida an-nafyu bi laysa, laysa bilan nafiy qilishlik. Laysa va laysa nuqtaga so'z qo'yiladi. Al-kitaba, yozish qismida vasfu shaxsin, ya'ni shaxsni tavsiflash. Ad-darsu thani tabibul fuqaro, ikkinchi dars kambag'allarning tabibi. القسم الأول القراءة طبيب الفقراء. أولا المفردات birliklar. ماهر ماهر، جدي جدي، نحيل ozg'in، سمين semiz، قنوع qanoatli، رخيص arzon، بشوش الوجه yuzi kulimsiragan، متوسط القامة o'rta bo'yli، وصفة دواء bu ya'ni shifokor retseptiga to'g'ri keladi. Fahasa yafhasu fahsun ko'rikdan o'tkazmoq. Alaja yu'aliju alij ilajun muolaja qilmoq. Thaniyan al-as'ilatu tamhidiyya, boshlang'ich savollar. Ma sifatu sadiqika, do'stingni sifati nima yoki qanday? Ma sifatu validika, ota-onangning sifati qanday? Thaniyan istami' waqra, uchinchisi salisan eshiting va o'qing. Eshitib qo'yasizlar, men hozir o'qib tarjima qilib beraman. Boshladik. Fi hayyina tabibun mashhurun, mahallamizda mashhur tabib bor. Ismuhu Mahmud, uni ismi Mahmud. Huwa fil 40 min umrih, u 40 yoshda. Huwa mutawassitul qoma, u o'rta bo'yli. Laysa tawilan va laysa qasiran, uzun ham qisqa ham emas, ya'ni pakana ham emas. Huwa nahilul jism, u ozg'in jismlidir. At-tabibu Mahmud mujtahidun va nashitun fi amalihi, doktor Mahmud ishida faol va mujtahiddir, tirishqoqdir. Va huwa mutavadi'un va bashhushul wajhi ma'al marda, va u tavozili va kasallar bilan xushmuomalali desak ham bo'ladi buni. Ayadatu tabibu fi hayyin sha'bi, ya'ni doktorning ayadatun bu klinika bo'ladi. Doktorning klinikasi sha'bi mahallasida. Hayya ayadatun wasi'atun, u keng klinika. Va hiya muzdahimatun bil marda adatan, odatda u bemorlar bilan zich. Ya'ti tabibu Mahmud ila al-ayadati sabahan, doktor Mahmud klinikaga ertalab keladi. Fayalbasul malabisal baydoa, va oq libosni kiyadi. Va yastaqbilul marada bi lutfin lil muayyanati, va u bemorlarni tekshiruv uchun lutf bilan qabul qiladi. At-tabibu Mahmud ya'ti marratayn ila al-ayadati kulla yawm, doktor tabib klinikaga bir kunda 2 marotaba keladi. Al-marratul ula, birinchi marta min as-sabahi ila al-zuhri, ertalabdan zuhr ya'ni peshinga qadar. Wal marratu thaniya min al-asri ila al-masai, va ikkinchi marotaba asrdan kechgacha, demak peshindan asrgacha dam oladi. Va huwa ya'malu fi ayyamil 'utlati aydan, va u dam olish kunlari ham ishlaydi. At-tabibu Mahmud saburun 'ala al-marda, doktor Mahmud bemorlarga sabrli, va latifun va latif, va qalilul kalam, va kamgap. Yafhasu tabibu Mahmud al-marda jayidan, doktor Mahmud bemorlarni yaxshi tekshiradi. Thumma yaktubu wasfata ad-dawa'i lil ilaj, so'ng muolaja uchun dorilar retseptini yozadi. Mahmud tabibun qanu'un, Mahmud qanoatli tabibdir, doktordir. Fa ujratul muayyanatu rahisatun jiddan, va u uchun tayin qilingan oylik arzon, rahisun oz. Wa ahyanan takunu al-muayyanatu majaniyatun lil mardal fuqara, va gohida kambag'al bemorlar uchun tekshiruv bepul bo'ladi.
Demak, xivarimiz shundan iborat. Bu xivarni yaxshilab o'qib chiqib, pastidagi savollarga javob beramiz. Robian, to'rtinchisi al-as'ila, savollar. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Maza ya'mal Mahmud? Mahmud nima qiladi? Ayna ya'mal Mahmud? Mahmud qayerda ishlaydi? Uzkur khamsa sifati li tabibi Mahmud. Doktor Mahmud uchun 5 ta sifat zikr qiling, ya'ni yozing. Keyingisi do ishorati sahih avil xato amamal jumalil atiya. Quyidagi jumlalar oldiga xato yoki to'g'ri ishorasini qo'ying. At-tabibu Mahmud kabirun fil umri. Doktor Mahmud yoshi katta. Ayadatu tabib wasi'atun. Doktorning klinikasi keng. Buni o'zlaring qilib qo'yasizlar. Xo'p. Al-lug'aviyya bu ikkinchi qism. Lug'atlar bilan ishlaysizlar bunda. Bu kitaba qismi. Bu darsimizdagi chiqqan yangi lug'atlarni Yusuf Akademiya kanaliga joylab qo'ydik. U kanaldan lug'atlarni bemalol ko'rib yodlab olishingiz mumkin. Insaxil ibaratul atiya bi xatti jamil. Quyidagi iborani chiroyli xat bilan ko'chiring. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Innalloha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu.